Assalamu alaikum aziz qarindoshlarimiz. Bugun 2022 yili 2 ayning 1-kuni biz Shvetsiyadagi jamoatchilik yana Sergeltoriyatga jam bo'ldik. Soat 1dan 2ga qadar biz polisning ijozati bilan Xitoy Olimpiyaga necha kun qolgan shu vaqtda oxirigacha kurash irodamizni ifodalash uchun bu maydonga yig'ilib turibmiz. Havo intayin sovuq. Bugün hem hizmet günü hem mekteplarda o'quvchilarimiz, bolalarimiz o'qiyotgan kun. Shunga imkoni yetgan azizlarimizga bu shu maydonga kelishni tashabbus qilgan edik. Kapagan barliq azizlarga ko'p rahmat. Jasoratli fidokorlarimiz xizmatidan, ishlayotgan ishlardan vaqtini, qimmatli vaqtini ajratib shu maydonga yana yig'ildik. Bizningki kurash irodamiz toki Olimpikning oxirgi vaqtlargacha bo'ladi. Biz Sergeltoriyatda Xitoy ambasiyasining oldida AQQdan shu 5 kun 3dan keyingi vaqtlarda namoyishimizni davomlashtiramiz. Biz nurg'un qizlarningki savollariga javob berdik. Qo'limizda Olimpikni boykot qilish logolari va bayroqlarimizni latiltib shu maydonda vaqtimizni shu ahamiyatli ish bilan o'tkazyapmiz. Hammalarga rahmat deymiz. Shu zil mazgilda mümkün bo'lsak, bir ishki bo'lsak, 10 bo'lsak, 10 maydonlarga to'kilaylik azizlar. Vatanimizda xalqimiz kecha kunduzlab jafolarni tortyapti. Behuda qamoqlarda yetyapti, o'lyapti. Mana yaqinda G'uljin qirg'inchiligining 25 yilligi yetib kelish oldida biz hammamiz sagak turishimiz kerak. Hayotli bo'lsak, biz qarshilik irodamizni, vatanparvarlik ruhimizni bildirishimiz kerak deb o'ylayman. Uyg'ongan qarindoshlarimizni, uyg'onamayotgan qarindoshlarimizni hammamizga tik turaylik deb tashabbus qilaman. Maydonlarga chiqaylik, ruhimizni mediadami, maydonlardami bildiraylik, irodamizni tik tutaylik. Rahmat. Hoppas att hela världen agerar, och Sverige agerar mer. Stoppa, bojkotta, diplomatisk bojkott i Kina. Hoppas att det blir bättre. Varje individ kan göra. Till exempel, ni har många vänner och media ni kan sprida. Precis. Prata om dina vänner, uigurerna, fängslade, torterades och rättfärdigs försvann i mörkret på grund av den vinterolympiaden. Det ska vara alldeles Nej, förstår du? Det är så långt iväg så ja, jag förstår. Men någon dag, någon hjärta kan öppna sig och lyssna på verkligheten också. Forska lite, det ger varje tag. Dygnet ut och försvann folket. Det önskar vi oss sprida. Amnesty International, absolut dumma, bästa alternativet. Vi pratar med dem också 4 februari på fredag. Vi har organiserat med Amnesty International och andra 243 organisationer göra stort demonstration i 25 år. Sprida lite information om uigurerna och vinterolympiak. Vi önskar att de bojkottas diplomatiskt sett i Sverige också. Ja, hoppas ni. Ni vet att Sverige inte är riktiga diplomatisk bojkott. På grund av COVID-19 de ska inte skicka diplomater till Kina. Men idrottare redan åkte dit. Vi önskar att folk mer agerar. Och det är demokratiskt land och diktaturstyr i Kina just nu. Miljontals uigurer, tibeterna och så vidare. Hoppas vi gör våra bästa. Sprida lite information. Okej? Och uigurer. Tack. Ha det så bra.